hozir men bitta narsani ko'rsataman. Qaranglar, ana qilyapti. Internet uxlatish masalasi ketyapti mana. Men mebel magazinimiz borda bizlarda, mebelchimiz. Mana yerda men hozir aytib beraman batafsil nima qilay buni. Короче, zakaz beryapti, o'zim bora olmayman, chiqarib yuborsangiz ana qiladi deyapti-da. Boradi, kod tasdiqlovchi kod bor, 2,5 million chiqarib ekansiz deyapti. Короче, 2,5 millionga zakaz 2,5 million bo'lgan, mani gaplashganman, mana shu kartaga tashiysiz deganman. Mani yashil paynet ham tashiymi degan, farqi har qanday karta tashiy deganman. Bo'ldi deyapti, 2,5 million karta paynetga yozsam tushar ekan. Paynetga yozsa menga pul tushar ekan hozir, tushunyapsizmi? Mana rasm любой joydan tushgan. SMS kodini qayta jo'natish. Любой joydan bu tushishi kerak bu. Endi qarang. Meni tipa uxlatmoqchi bo'lyapti. Mana hozir mashinniklar mashina ishlaydi-da, aldan qolmash kerak. Mana akkauntda ikkita nima, mana bu tipa Yo'ldosheva degan ayol menga zakaz qilib ikkita spalni xarid qilyapti. Tipa o'zi Toshkentda, mana akkauntda hech narsa yo'q, hech qanaqa nimasi yo'q. Hech qachon topa olmaysiz. Paynetga yozsam tushar ekan. Nimani deb hozir mana dalshi davom etamiz mana. Nimani? Menda kod kelgan, 2 marta kod kelgan, bittasi boshqa kod, ikkinchisi boshqa. 2,5 millionni ikkalasi ham yozyapti. $200 $2,400,000 bo'ladi. Bu 2,500,000 tashiyman deyapti. Tipa hozir men 100,000 qo'shib tashiygan u uslugasi bilan deb 100,000 ga chalg'ib tashab yuboraman-da men bunga kod hozir, tushunyapsizlarmi buni? Buni aytishi bo'yicha, o'zi o'ylashi bo'yicha. Bu mashinnik kiber floss bu. Hozir men bir nimalar deb menga ertaga aytadi. Men qancha pul tushayotganini bilan tasdiqlov kod yozib qo'yar ekan. O'shani bu yerga kirgizsam tasdiqlanib tushar ekan deyapman. Men tintakman, hozir men tipa kodni yozib jo'nataman bunga. Mana kod. Mana. Hozir deyman. Hozir deyman, bu o'shanda kartasida pul yechib olamiz deydi hozir menga. Men kod jo'nataman bunga, boshqa любой. Xo'p, mana. Men ketdim, kod jo'nataman. Xo'p. Mana qarang, ataylab bitta lishnik yozib jo'nataman. Masalan, deylik, nechta 5 talik kod ekan, bizlar 6 talik jo'natamiz. Mana. Ketdi. Hozir ko'ramiz qani. Yo'q kod, просто nechasi bor. Вообще puldi bor. Ko'ramiz. Bir nimalar deb yozyapti mana. Eskirib qolibdi, yangisini aytib yuboring. Oxirgisi deyman hozir mana. Oxirgisi. Shu ekan. Voy, hamma biladi-da, ras shunday ekan. Kartani telefoni bor, zamonda hozir telefonda kartasida puli bor odam даже kod terib ham tashlayapti. 5 donalik ekan-ku. Bilmasam menda shu kelgan oxirgi. Bizlar ham izotsiya qilik. Siz 6 talik aytyapsiz. Bilmasam menda shu kelgan oxirgi. Настолько, блядь, skrin tashing. Telim eskida nimasi yo'q deyman hozir. Nima deydi? Knopkali deyman. Knopkalida. Дальше издевательство, блядь. Telim eskida hozir qaranglar. Nimasi knopkalida? Mana. Nima uchun ishonmayman? Sababi bor, sababi qaranglar. Hozirgi zamonda даже knopkali telefon bilan kartasi bor odam kartaga pul tashlaylar. 2,5 million tashlayveraman sizga uslugasi bilan borib tushish ekan. Yosh bola, ketdi o'zi boshlandi. Telim eskida, nimasi knopkalida?
bo'lsa ham qiyin-da, ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi isqirt iflosdan bo'lganlarga aldanib qolmanglar bolalar. Ko'rdingmi mani? Hozir tushundi bu men buni ahmoq qilayotganimni tushungandan keyin yosh bola deb chiqib ketdi. Mana shunaqa gaplar. Mana hozirgina ko'z oldimizda bizarni to'poy deb o'ylab uxlatmoqchi bo'ldi. Ehtiyot bo'linglar, mana shunaqalar ko'p, juda ham ko'p bunaqalar.